Xitayning Qashqardagi ھاۋائارمىيەبازىسىدا يادروئوقبېشى ساقلايدىغان يەرئاستى مۇئەسسەسىسى قۇرغانلىقى ilgari surildi. Bugungi Hindiston gazetining xabar qilishicha, bu gazetning bir tadqiqot guruhi yaqinqi 8 oydan beri Qashqar aerodromidagi Xitoy ھاۋائارمىيەبازىسida yuz bergan o'zgarishlarning sun'iy hamroh suratlarini analiz qilish orqali Xitoyning mazkur bazasida yadro'oqbېشى saqlaydigan yer'asti muassasasi qurganligini bayqagan. Xabarda bu qurilishning Xitoy Hindiston qismlari Ladakh chegarasida tirkishishdan oylarcha burun boshlanganligini bildirgan. Bugungi Hindiston gazetining aytishicha, bu qurilish Xitoyning Hindistonga qarshi elib borgan bir qator radikal strategiyalik tadbirlarining bir qismi bo'lib, bu tadbirlar Qashqar aerodromidagi Xitoy ھاۋائارمىيەبازىسىغا H-6 tipliq strategiyalik bombardimonchi aeroplanlarni o'rinlashtirishni o'z ichiga oladigan. Bugungi Hindiston gazetining aytishicha, Qashqardagi aerodrom Hindistonning Sharqiy Ladakh rayoniga qarshilik davlatbek o'ldi degan joydagi ھاۋائارمىيەبازىسىغا 490 kilometr keladigan. Xabarda yadro'oqbېشى saqlash muassasalarining aeroplan to'xtash lapisining yer ostiga yasalganligi, bu aerodromning ham harbiy, ham xalq ishlarida tang ishlatilganligini ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bugungi Hindiston gazetining xabari to'g'ri bo'lsa, bu Qashqar xalqining bexatarligi uchun yoshirin tahdid ekan. İgileniçe, Angliyaning dağlıq ko'nglik ishlab chiqaruvchi korxonasi Charles Trevit xaridorlarning ariz shikoyatlari va Sharqiy Turkistondagi kunsir kuchayotgan majburiy emgak sababidan Xitoy paxta ta'minlovchilar bilan bo'lgan savdo kelishimini bekor qilgan. Uyg'urlarning majburiy emgaki sababidan Xitoyda ishlab chiqarishni azaytgan 10 necha xalqaro shirkatning biri bo'lgan Charles Trevitning qurg'uvchisi Nick Wellerning aytishicha, bu shirkat xaridorlarning talabiga javob qaytargan va bultur 7-oydan boshlab Sharqiy Turkistondagi paxta bilan ta'minlovchilar bilan bo'lgan savdo kelishimini bekor qilgan. Uchurga qaraganda Charles Trevit nurg'un xaridorlarning xatini topshirib olgan bo'lib, ular kiyimlarini Xitoyda ishlab chiqarishni xohlamaydiganligini va Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning ziyonkashligidan rozi emasligini bayon qilgan. Uningdan boshqa Nick Weller mundaq degan: Biz bosgan qadam bilan Xitoyda tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishni azaytish bilan bir vaqtda biz yana bu davlatga yasamichilik kasbining majburiy emgak ahvoli borligini nazardan soqit qilmadik. Yevropa parlamentining Uyg'urlarni bostirishda hissa bo'lgan xikvizyonning kameralarini ishlatganligi tanqidga duch kelgan. Germaniyadagi iqtisod haftaligi gazetining 3-yanvarda e'lon qilgan Yevropa parlamenti Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashi bilan munosabati bo'lgan Xitoy shirkatiga zakaz bergan nomli xabarda bayon qilinishicha, 2020-yil 5-oyda Yevropa ittifoqi Fransiyaning ommaviy mulozimat shirkati bo'lgan Veolia nomli shirkatdan 350 ming yevroliq issiq kamera zakaz qilgan. Veolia shirkati bu zakasni o'zining Beriyosuldagi tarmoq organiga havol qilgan. Beriyosuldagi tarmoq shirkat bo'lsa, bu issiq kameralarni Xitoyning Xikvizion shirkatidan sotib olib, Yevropa ittifoqiga topshirgan. Biroq hozir bu kameralarning Uyg'urlarni nazorat qilish, Uyg'urlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilishda zo'r hissa bo'lgan Xikvizion shirkatining mahsuloti ekanligi aniqlangan va bu ish parlament a'zolari orasida qattiq ayblashga uchragan. Xabarda Yevropa ittifoqining raisi David Sassolining parlament a'zosi Sevinxonga yozgan xati misol qilinadi va Sassolining bu uskunlarni darhol qaytarib olib, o'rniga Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligi bilan aloqasi bo'lmagan boshqa uskunlarni o'rnatishi buyrug'i berganligi tilga ilindi. Kuzatuvchilar Yevropa ittifoqining Amerikaga o'xshash qaror chiqarib, Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan bu shirkatlarga embargo yurgizishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Savdo ichki xabarlari to'rining 6-dekabr xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump seshanba kuni Xitoyning Alipay, WeChat va boshqa 6 app detalini cheklash buyrug'iga imzo qo'ygan. Mazkur buyruqqa Alipay, kamera skanner, WeChat hamyoni, Sherit, QQ, VMate, WeChat hisobi va VPS Office qatorliq yumshoq detallarda ilm berish qilish cheklangan bo'lib, bu app detallar Amerikaning davlat bexatarligi, diplomatik siyosati va iqtisodiga xavf yetkazdi deb qaralgan. Bu detallarning ichida Alipayni ishlatadiganlar 1 milliard 300 millionga yetgan bo'lib, ko'pincha Xitoydan kelganlar ekan. Bu buyruq imzolanib 45 kundan keyin kuchga ega bo'ladi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkas qaytirib, Amerikaning Alipay va undidor chiqimdoni qatorliq 8 ko'chma haq to'lash detalini cheklash qarori davlatning chet el shirkatlariga bo'lgan besimidan derak beradi.
İgilənişçə, Donald Trumpның bir qism qollag'uvchilarining Amerika parlamentiga besib kirishi bilan yuz bergan voqealarda hayotidan ayrilganlarning soni 4 ga ko'paygan. Washington soqchi boshlig'i Robert Conte majlis binosida yuz bergan voqealar haqida yozma bayonot e'lon qildi. Conte bayonotida majlisda soqchilar tarafidan etib etilgan va doktorxonada qazo qilgan ayol namoyishchidan keyin yana 3 kishining qazo qilganligi e'lon qildi. Conte bu voqeada 14 soqchining yenik yaralanganligini, kam deganda 52 kishining qo'lga ilinganligini xabar qildi. Egilinishcha, Tönögün Oqsaroy oldidagi yig'ilishdan keyin Amerika parlamentiga yurish qilayotgan minglagan namoyishchilar majlis binosi oldidagi to'siqlarni besib o'tib binoga kirmoqchi bo'lgan. Ba'zi namoyishchilar soqchilar bilan to'qnashib, uzun o'tmayla parlament binosiga kirgan. Prezident saylimi natijasini tasdiqlash yig'ini vaqtincha to'xtatilgan bo'lib, yig'inga riyosatchilik qilgan muavin prezident Mike Pence va parlament a'zolari bino ichidagi bexatar joyga yetkazgan. Trump bu voqealardan keyin davlat muhofizat qismlarini parlament binosiga o'rnashtirishni buyurgan.